Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilar. Mana biz sizlarga bir interesni, bir chiroyli bir soyalarda o'tiribmiz. Soya salqinda. Bizga hamma sharoit bor, Husan aka. Akam Husan aka bo'ladi. Biz Surxondaryo Jarqo'rg'on tumani Obod Guzar mahallasida bu yoq tug'ilib tushida qolgan. Men bu mahallalarga sig'maganman, meni ko'chirgan. Suvlarga hammasiga qulay. Ko'chamiz asfalt obod, Husan aka. Ha, 2 marta. Ajoyib ko'chalar. Bozorimiz ham yaqin, mozorimiz ham yaqin. Hammasi bir qadam. Alloh shunday bir chiroyli yurt bergan bizga, qo'nim bergan. Qarang mana. Mana shu Obod Guzar mahallasining ko'rida qarang. O'zlari kelib yinkayadi, meni yeng deydi. Yo'q. Yegam qo'ymayman. Tomoqlar tushib qolmasin bizning kuzatuvchilarimiz. Bizga mana shu burda olishim bitta repostda like, bitta kommentariy yozib ketingizlar. Faqat yaxshi bo'lmadi, sanaka. Faqat negativ bildiradi emas. Bilmasam nimaga aka. Bildirsa o'zlari kuchi yetmaganlar bildiradi. Ha.